Mana farani qarang. Taka xrustdan qilib ishlab qo'yishganda gap yo'q. Bilsiz agar shuni o'zi ham do'p bo'lsa palon so'm turadi. Mana rishotlarni ichi yonib berishini aytmaysizmi? Gap yo'q. Siz uchun juda ham ideal holatdagi bo'lgan BMW X7 X-Drive 40 topib qo'ydim u. Narxini videoni boshida aytib o'tamiz. Like bosib qo'ying. Tak, egalari srochniga shu avtomobilimizni $133,000 berib yuborishyapti. Holati ideal 2024 ga 2025-yil model 3 litr va shu kungacha 29,000 kilometr yurgan deyaptilar. R22 dyumli yangi Michelin baloni taqib qo'yibdilar, gap yo'q. M paket, dachik supozon, beskichovый достуp va davochkalarigacha bor. Sizelarni aytmaysizmi? Takoy lamaющийся-da. Gap yo'q. Полностью atamankalarigacha bor. Gap yo'q. Ichki salonda hali ham yangi avtomobilni hidi kelib turibdi. Ikkita 200ning qora va to'mni korishniy kojniy salon bilan jihozlangan head-up display, podstakaniklarimiz isitadi va sovutadi, pnevmo podveska va tepalarimiz полностью Alcantara. Gap yo'q. 3 ta radli 7 o'rindiq bilan jihozlangan nastoящий семейный avtomobil, 4 zona klimat kontrol va albatta remellari ko'rsangiz M strochkalar tushirilgan. Gap yo'q. Agar hali ham bizga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, akam obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqa zo'r avtomobilni zo'r narxda hali oldinda. Avtomobilni ko'rdingiz. Agar narxi ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, bemalol baraka qo'yarsiz bo'laveradi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.